Ayniqsa mana shu Ramazonda taomlanish odobini o'rganishimiz kerak azizlar. Taomning odobi mana ozroq yeyishlik va ehtiyot bo'lish kerak. Rasul sallam jamoatga keladiganlar sarimsoq piyoz yesanglar yaqinlashmanglar dedilar jamoatga. Hatto Abdulloh ibn Ummu Maktum ko'zlari ko'rdi, kechasi kela olmayman desa, "Yo'q, kelgin jamoatga kelgin" dedilar. Ijozat bermadilar baribir. Ko'zing ko'r bo'lsa ham kelgin dedilar. Lekin sarimsoq piyoz yeb kelgan kirmasin dedilar masjidga. Nega? 3-4 kun bo'ldi, bir iftorda o'tirsak, bir akamiz subhanalloh. Bir nimaga qaymoq bor ekan, nimada? Pelada qaymoq yarim unga choy quydilar. Xayr mayli. İçiga 2 ta novvot soldilar. Keyin qaynab turgan somsani uni ichiga so'rdilar. La ilaha illalloh. O'shani yeb turdilarda, yeganlardan keyin bir baliq kelib qoldi. Uni ichida sarimsoq piyoz bor ekan. Uni ham yedilar. Shu bilan bir kekiruvdilar, bu xonadonda farishta qolmadi umuman. Farishta qolmadi bu xonadonda. Shunaqa ham ovqatlanadi musulmon. Oshqozon ham dabdala bo'ldi. Qaymoq, anaqa nima? Novvat, yog'li ovqat, yana u ichida sarimsoq, la ilaha illalloh. Shunaqa ham ovqat yedimi odam? Bu sarimsoq piyoz qo'ymanglar anaqa iftorlarga. U hidi yomon bo'ladi. Mana kelayotganinglarda ham misvoqlar qilib, kelinlarga aytinglar. Biz uyda ahliga aytamiz. Naskiylarga atir sepib qo'ysin. Hozir sizlarni oyog'inglarni tegib bitta sajda qiladi. Yomon hid kelmaydi musulmondan. Farishtalar qochib ketadi. O'sha aytayapman, o'sha xonadonda bitta farishta qolmadi. Hammasi bittaki masjidga kelib kirsalar, farishta qolmaydi. Farishtalar Rasululloh aytdilar, badbo'y narsani yomon ko'radi dedilar. Shuning uchun sal yeyishda ham e'tidol qilib, mo'tadillik bilan keyin nima yeyotganini e'tibor qilib, xushbo'y bo'lib, mana tellisizlar yigitlar, yoshsizlar, atirlarni sepib, bu namozga misvoqlar qilib kelish kerak. Bu sunnat bu. Sizdan badbo'y. Yana uni ichidachi yana qiziq joy bor. U o'sha narsalarni yeb bo'lib chiqib, biz shom o'qiyotganda sigaret ham chekib keldilar. Endi u kishini oldida o'tirishga ayting endi. Tamom bo'lasizda, bu qanday bu? Bunaqa bo'lmaydi musulmon odam. Musulmon odam Rasululloh va tib xushbo'yni yaxshi ko'rdilar. O'zlari xushbo'y edilar Rasululloh. Bitta bolani boshini silasalar, xushbo'y bo'l. Lekin Oysha onamiz xushbo'ylarni yana surardilar o'zlariga. Xushbo'y suringlar. Pokiza bo'l, dasturxonlarni har kuni yuvdiringlar, kelinlarga. Nima qiladi endi? Yuvmadi. Bitta dasturxonni yuvadi-da. Yuvib, dazmollab, ko'ynalaringlar toza kelganda bu yerda xushbo'y bo'lib tursin. Mana iloji bo'lsa, men ko'p aytaman, men ko'rdim modellar. Shu joy namozlarga yoningizda xushbo'y bo'lsa, bunday surib qo'yinglar. O'zingiz maza qilasiz, subhanahu robbiyal a'lo deganda, peshonangiz tekkanda o'sha yerda xushbo'y kelib tursa, juda rohat qilasiz. Xushbo'y bo'lish kerak. Rohat bu. Unaqa bo'lmaydi. Bu yerda bir yomon hidlar, ter hidlari bunaqalar bo'lmaslik. Mana bularni ham bilishimiz kerak. Mana shularga amal qilishimiz kerak. Keyin yosh yigitlar, badavlat kishilar. Badavlat kishilar pulim bor deb birov-birovga qattiq gapiraveradi. Yo'q. Badavlat kishi haqiqiy aslzoda bo'lsa, o'zini kambag'aldek tutsin boyligi. Alloh yana ziyoda qiladi. Siz kambag'al odam oldida juda ham kamtar tuting o'zingizni, Alloh yana ziyoda qiladi. Ozgina bir narsaga ega bo'lib qolsangiz, hech kim mensimasa, u odam shu namozxonlarning ichida bor shunaqalar. Namoz o'qiydi, roza tutadi, hech kim mensimaydi. Rasululloh aytdilar, kibrli kishilar jannatga kirmaydi dedilar. Demak, foydangiz bo'lmaydi o'qiganingiz. Shuning uchun kibr havoni tashab o'tib ketadigan dunyo. Yigitlar bilib qo'yinglar. Biz o'zimiz ham yoshligimizda shunaqa bo'lganmiz. Shunaqa bo'lmaylar deb aytayapmiz. Shu 40 ga kirguncha hamma narsani bilaman deb o'ylaysizlar-da, hech narsani bilmaysizlar. Bilmaysizlar. Biz ham shunaqa deb o'ylardik. Yosh otalarimiz bilar ekan. 40 dan keyin mana Rasululloh payg'ambar bo'lganliklari, bitta nimasi 40 dan keyin mukammal bo'ladi. Aql to'liq bo'ladi 40 dan. Ungacha shuncha kechiramiz xatolaringlarni. Mana yoshlarga shuncha duoga turgin desa ham 2 sekundga chidamasdan yana turib ketaveradi. Chunki hali aqli to'liq bo'lmaganda, eshitish qobiliyati yo'q. Mayli biz kechiraveramiz. Duoni qadriga yetsin-chi, Allohdan so'rasin-chi, bu yerda Allohning do'stlari bor. 2 minut Xudodan so'rab qolsangiz, siz yo'q, assalomu alaykum va rahmatulloh deb aytib chiqib ketadi yoqqa. Ko'rdingizmi? Bu yoshlik bu. Yoshlik beboshlik. Shuni yaxshi bo'lish kerak. Shuning uchun
sizlarni yaxshi ko'ramiz, lekin bu agar baxtli bo'lasizlar, bizlarning mani gaplarimni bir o'ylab, bu mani gapim emas, shariatni ulamolarimiz mana shu bir o'ylab, tadabbur qilib, qorakam adab bo'lsa hamma yoq yaxshi bo'ladi. Musulmonlar ham yana zo'r bo'lib ketadi agar adab bo'lsa, odob, axloq go'zal bo'lsa. U qo'pollik, so'kong'ichlik, o'zini katta, hammasi nodonlikdan boshqa narsa emas. Hammasi vaqtinchalik, hammasi imtihon. Mana shuni anglab yetsak, mana Qur'onda qorilar har oyatda shu oyatlarni o'qiyapti. Shuning uchun aytayapmanki, borganinglardan keyin Qur'oni Karimni bir bet bo'lsa ham tarjima tafsirlarini o'qib ko'ringlar. Mana kecha men quvvatim yetmadi. Shunaqa og'ir oyatlar o'tdiki, subhanallohi, men sizlarga gapira olmay qoldim shunda. Juda ham Allohning eng mas'uliyatli oyatlarini nozil bo'lganini o'qidik. Shuning uchun bu Qur'onni bittaga faqat shu eshitib ketaversam bo'ldi emas, bunga amal qilishlik. Mana kecha qorilarga ham men nasihat qildim. O'qiganinglardan keyin mana bular amal qiladi. Bular amal qiladigan yigitlar. Alhamdulillah, bu qorilar amal qiladi. Shuning uchun ham mana alhamdulillah fayz bor, baraka bor. Ammo amal qilmasdan o'qiganni behuda bo'ladi. Shuning uchun duo qilaylik. Yo Arhamar Rohimin, yo Arhamar Rohimin, yo Arhamar Rohimin. Shu kechalarda mana rahmatlaring yog'ildi muttasil. Mag'firat kechasiga ertaga o'tamiz, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Hammamizda ham ayb bor, ammo o'zing kechirguvchi G'afforsan, G'afurur Rahimsan va ayni paytda sendan so'raymizki, ayniqsa yoshlarimizga odob va axloq, ota-onalarning oldida, kattalarning oldida salom berib, chiroyli bo'lib, badbo'y bo'lmasdan xushbo'y bo'lib, oilalaringizga ham xushbo'y bo'lib, ayollaringizga ham shirin gaplar. Yigitlar birortalar xotininglarga quduq qilmanglar Ramazonda. Ya astag'firulloh. Yaxshi gaplarni gapirib, ular xursand bo'lib qolsin. Shu Ramazonda meni erim axloqiy jihatdan zo'r bo'lib qolsin deb duo qilsa, ishingiz ham yurib ketadi, ishlaringiz ham yurishib ketsin. Oilalarimiz tinch bo'lsin. Yana xatmdan keyin duo qilamiz. Alloh taolo mana shu Ramazonni hammamizga manfaatli qilib, onadan yangi tug'ilgandek chiqishimizni nasib qilsin. Va sallallohu